ko'rgazmamiz, Qumloq sayohat ko'rgazmasi bo'ldi. Qumloq sayohat ko'rgazmamizda biz texnikalardan foydalanib harakatli nima qildik? Bu ko'rgazmamizda dars davomida hammasidan foydalansak bo'ladi. Mana bunda o'quvchilarimizni O'zbekistondagi viloyatlarimizni joylashuvi, undagi mana boyliklari haqidagi mavzular berilgan. Mana pastda viloyatlarimiz yozilgan. Bolalarimizga savol beramiz. Farg'onani top deymiz. Farg'onani agar Farg'onaga qo'yadi, mana qo'yganda chirog'i yonadi. Yoki mana Navoiyga qo'yganimizda, Navoiyda mana yana yonadi. Bolalar shu orqali o'rgansa ham juda qiziqarli bo'lib turgan. Savol javob darslari, takrorlashda, energizerlar vaqtlarida bolalarni rag'batlantirishda ham ishlatsa bo'ladi. Bu har bir fanda ishlatsa bo'ladi. O'quvchilar buni juda qiziqish bilan harakatga keltirib, savollarga javob berib, ishlatishni Bu ko'rgazmamiz barcha fanlarga taalluqli. Sababi, ona tili darsida, matematika darsidami har bitta o'quvchi o'zi mana shu quyosh yulduzini ushlab aylantiradi. Venera sayyorasiga yetganda ovoz chiqib aytadi: "Men Venera sayyorasiman, senga matematika darsidan savollarim bor" deb javob beradi, topshiriq beradi. Shunda ichida har bir savollarini o'zining izohi bor. Aytgandan keyin bola javob aytadi. Javobni to'g'ri aytganda barakalla ovoz keladi. Barakalla kelgandan keyin har bitta raketamiz sayyoraga qo'nadi. Ko'rgazmamiz aqlli qo'llar metodika so'z turkumlaridan savollar berilgan. Misol uchun so'z turkumlarida qaysi so'z turkumi qanday so'roqqa javob oladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, kim ot so'z turkumiga, qanday sifat so'z turkumiga, nima qildi er so'z turkumiga, qancha son so'z turkumiga qo'llaniladi. Savollarni javoblarini aralashtirib beramiz hamda bir xil mas'ullarni savoli bilan javob qilib, yo'naltiramiz.